Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Hurmatli prezidentimizni uch tajribasi bo'yicha chiqargan mijozlar bilan uchrashuv belgilangan. Albatta oyda 3 marta belgilangan. Hozir sizlarga shu nelarni tushuntirib o'tiraman. Kreditlar bo'yicha, omonatlar bo'yicha. Hozir kreditlarimizga yana o'zgartirishlar kiritildi. Masalan, hozir ta'mir uchun kreditlar beriladigan bo'ldi. Avval 25% edi, hozir foizi tushib 24% ga tushdi. 10 yilga beriladigan bo'ldi. Keyin nima bor? 312 bo'yicha kreditlarimiz bor. 312 da yuridik nima bo'lishi kerak? Masalan, siz bo'ladigan bo'lsangiz, darchadan ro'yxatdan o'tib, tadbirkorlik narsa yo'nalishi bo'yicha tanlaydigan bo'lsangiz, masalan, tikuvchilikmi, chorvachilikmi, yo non pishirishmi, qaysi yo'nalish tanlaydigan bo'lsangiz, 100 million so'mgacha sug'urta bilan beriladi. 200 million keyin garov bilan beriladi. Keyin teskari kreditlarimiz bor. Teskarida valyuta dollarda beriladi 12%. 6 oy imtiyozda bilan 3 yilgacha beriladi. Yani bu ham shu yuridik maqomini ega bo'lganlar beriladi. Keyin moliyaviy ko'magimiz bor. Jismoniyaga beriladi. Jismoniyaga 24% dan beriladi. Garov evazidan beriladi. Keyin hozir kredit olib, masalan, avval imtiyozli kredit olgansizlar, odamsiz. Ana shu kredit imtiyozli kredit olingan bo'lsa, masalan, shuni olib yapgan bo'ladigan bo'lsa, xotin qizlar bo'ladigan bo'lsa 24% dan. Yo'q, erkak kishi bo'ladigan bo'lsa 25% dan. Lekin naqd to'lashda beriladi 50 milliongacha beriladi. İki kefillik bilan beriladi. Kefillikning normal bir ish haqqi narsani ega bo'ladigan bo'lsa, kefillik bilan bo'ladi. Unda yana keyin nimalarimiz bor? Keyin nima bor? Hozir sizlar bolalardan ko'rganimiz karavan kreditlari bor. Uy-joy sotib olish, birlamchi. Hozir holangiz borami? Ana shu kreditlarimiz bor. Ular ham shu 10 yilga beriladi. Keyin omonat turlari bor. Omonat turlarining lekin bulardan bir o'zgarishlar bo'ldi. Bo'ldi.